Galiboy yil ko'chatini ekib ko'paytirish haqidagi videomizdan keyin juda ko'p savollar tushdi. Eng ko'p so'ralayotgan savollardan bittasi ko'chatimiz galiboymi yoki zeleniy mi? Chunki videoda ko'rinishidan ranglari zeleniy ko'ringan, aslida bular 100% galiboy yil. Bular katta bo'lgan sari ranglari yana ham ochiladi, chiroyli bo'ladi. Bular tuyakka yangi ko'chirilgan, o'tkazilgan hisobiga ham ozmoz stressda bo'lishi mumkin. Shuni hisobiga ranglari ozgina pasayadi. Keyin narx masalasi ko'proq so'ralyapti. $2 deb aytib o'tganmiz, o'rtacha narxda aytganmiz unda. Hozir yonimda mana $2 25 ming so'mligi bor ko'chatimiz, mana 25 ming so'mligi, 35 ming so'mligi va bular 55 ming so'mlik ko'chatlarimiz. Qancha bor? Umumiy soni 10 mingta. Hozir bir qismini ko'rib turibmiz. Boshqa joyimizda ham bor ko'chatlarimiz. Yetkazib berish qanaqa bo'ladi? Yetkazib berish zakazga qarab yetkazib beryapmiz. Soni ozroq bo'lsa, mashinalar bagajida chiqarib yuboryapmiz. Ko'proq zakaz qiladiganlarga yuk mashinalarda chiqarib beramiz.